Bugun o'sha kun keldi. Oltindon tomonidan tashkil qilingan konkursimizni g'olibini aniqladik va g'olibga 32 dyumli smart televizorni taqdim etamiz. Qatnashuvchilar soni juda ham ko'p bo'ldi va biz ular orasidan Rumiya Nur profilini g'olib deb aniqladik. Nima uchun bilasizmi bu videoni biz g'olib deb aniqladik? Chunki bu video juda ham sifatli, bayramona shukuhda va milliyligimizni uyg'unlashtirilgan juda ham ajoyib video bo'lgan. Ishtirok etgan barchaga kattakon rahmat va bizni kuzatishda davom eting. Keyingi konkurslarimizda bundan-da ajoyib sovg'alarni sizlarga taqdim etamiz. Aytgancha bizni kuzatishda davom etsangiz, aynan sovg'amizni ham g'olibimizga topshirganimizni ko'rishingiz mumkin. Men bo'lsa g'olibimizga aloqaga chiqishim kerak. Assalomu alaykum Rumiya opa, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Siz aynan Oltindon tomonidan o'tkazilgan konkursimizda g'olib deb aniqladik va sizni videoyingiz juda ham sifatli va chiroyli chiqqani uchun sizga smart televizorni sovg'a qilamiz. Men ketdim. Sovg'ani topshiring.